Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari va guruhimiz a'zolari. Bugun darsimizni boshlaymiz. Bugun ingliz tilidagi 4-dars colors, ya'ni ranglarni o'rganamiz. Bu darsimizda siz ingliz tilidagi ranglarni o'rganib borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak ranglarni boshlaymiz. Men ingliz tilida ranglar va ularni ko'rinishi bilan sizlarga tushuntirib boraman. Of course, we will start with the black color. Albatta biz qora rang bilan boshlaymiz. Ingliz tilida mana shu qora rang black deb nomlanadi. Talaffuz qilinishi black, tarjimasi qora degan ma'noni bildiradi. Demak, esingizda qoladi degan umiddaman. Qora rangi ingliz tilida black. Xo'p, keyingi rangga o'tamiz. Qora rangdan so'ng biz oq rangni o'rganishimiz mumkin. Buni sizga ko'rsatib boraman. Okay. Xo'p, mana bu yerda. Ya'ni oq rangini o'zi, mana listimizda o'zi oq rangda turibdi. Bu white. Ya'ni oq degan ma'noni bildiradi. Qavs ichida faqat talaffuz qilinishi, albatta white oq deyilganda mana shunaqa W H, ya'ni W H I T va E holatda yozilishi kerak. Talaffuz qilinganda yozilmaydi so'zlar ingliz tilida. Xo'p, oq rangidan so'ng biz o'rganishimiz mumkin malla rangini. Men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Okay. O'zbek tilida ko'pchilik rus tilidan kirib kelgan so'zlar bor. Korishneviy ham deyiladi. Bu malla rangi. Malla rangi. Xo'p, biz malla rangini ingliz tilida brown deb aytamiz. Brown. Brown, ya'ni tarjimasi malla degan ma'noni bildiradi. Xo'p, malla rangidan so'ng biz o'rganishimiz mumkin qizil rangini. Okay. Mana bu qizil rangi. Buni biz ingliz tilida red deb nomlaymiz. Ya'ni o'qilishi ham, yozilishi ham bir xil. Red, qizil degan ma'noni bildiradi. Qizil rangimizdan so'ng sariq rangimizni o'rganamiz. Sariq rangini ingliz tilida aytilishini e'tiboringizni qaratishingiz mumkin ekranga. Mana bu yerda biz sariq rangini o'rganishimiz mumkin. Ingliz tilida sariq rangi yellow deb nomlanadi. Yellow. Sariq degan ma'noni bildiradi. Qavs ichidagi so'zlar o'qilishi, qavs ichidan tashqaridagi inglizcha yozilishi bu yozilish holat hisoblanadi. Demak, ingliz tilida sariq so'zi yellow. Endi keyingi o'rganadigan rangimiz yashil. Demak, yashil rangini o'rganishimiz mumkin. Sizlarga ko'rsataman. Mana bu rang yashil va ingliz tilida buni biz green deb Ustoz, assalomu alaykum. Bugun erta ataymiz. Green. Iloji bo'lsa savollarni dars oxirida beramiz. Ungacha faqat o'rganishimiz kerak. Green yashil. Demak, mana shu rang ingliz tilida green deb nomlanadi, yashil rang. Xo'p, biz pushti rangni ko'rishimiz mumkin. Pushti rangni o'rganishimiz mumkin. Hozir men sizlarga uni ko'rinishini ko'rsataman, qanaqa rang pushti bo'lishini. Mana pushti rangi. Demak, pink. O'qilishi ham xuddi shunaqa pink holatda bo'ladi va bizga pushti degan ma'noni bildirib beradi. Okay, let's check how many members is watching us. Okay, yaxshi. Kuzatib boramiz. Keyingi ranglarni ham o'rganamiz hozir. Endi havo rangimiz bor ingliz tilida. Havo rang. Mana ko'rishimiz mumkin. Hozir tashlayman.
Mana bu holatda. Mana shu rang ingliz tilida havo rang va ingliz tilidagi aytilishi blue. Blue degan qushchani multfilmi ham bor edi. Blue. Havo rang degan. Dark blue bor bizda. To'q ko'k u. Dark blue. U juda ham to'q rangda bo'ladi. Ko'rsataman. Mana bu rang. Bu dark blue. Ya'ni to'q ko'k degan ma'noni bizga bildirib beradi. Ma'nosi dark blue. To'q ko'k. To'q ko'k rangi dark blue. Dark blue. To'q ko'k. Okay, davom etamiz. Biz hozirgacha ko'rib chiqqan ranglarimiz orasida kulrang rangini ko'rmadik. Hozir shu rangni ko'rib o'tamiz. Kulrang. Mana e'tibor berishimiz mumkin. Ingliz tilida kulrang gray deb nomlanadi. Gray, ya'ni kulrang. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsni boshidan qayta kuzatib chiqamiz, ranglarni daftarga yozib olamiz va albatta testlarni ishlashga tayyor bo'lamiz. Hozircha videoni to'xtataman.